keyin birga borib vizaga topshiramiz. Allo. Assalomu alaykum. Vizami bu? Qaysi davlatlarga vizalaring bor hozir? Assalomu alaykum va alaykum assalom. Easy Visa Consulting. Labay, sizga qanday yordam bera olaman? Yo, afsuski biz viza bermaymiz. Biz konsalting firma, hujjatlaringizni tayyorlab berishga yordam beramiz. Unda menga Amerika vizasini olib ber. Xo'p, aka, men sizni tushundim. Oldin safarga chiqqanmisiz? Viza tarixingiz bormi? Nima deganing u? Xo'p, aka, viza tarixi bu oldingi safarlaringiz hisoblanadi. Unga vizasiz davlatlar ham kiradi. Turkiya, Dubay, Malayziyaga o'xshagan davlatlar stikerli davlatlar ham kiradi. Lekin Amerika uchun stikerli davlatlar ko'proq yordam beradi. Masalan, Yaponiya, Schengen zonasi, Angliya, Kanada, Janubiy Koreyalar yordam beradi. Xo'p, shu aytgan davlatlarning hammasiga borib kelsam 100% viza berasan menga? Aka, afsuski 100% garantiya bermaymiz. Lekin viza tarixi qilganingizdan keyin olish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Xo'p, nima hujjatlar kerak ekan o'zi? Eng asosiy hujjatlar rasmiy ish joyi, viza karta оборотка va shotingizga pul qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yo, menda hech qanday hujjatlar. Sanlar pul olsanlar-ku, nima ish qilasan bo'lmasa? Bo'ldi aka, bo'lmasa men sizni o'rningizga ishlab turaman bir 6 oycha. Keyin oyligini olib turasiz, keyin birga borib vizaga topshiramiz.